Diqqat qiling, 9-may sanasi munosabati bilan 2-jahon urushi qatnashchilariga qancha pul berilishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, hozirda O'zbekistonda 2-jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan faxriylar 82 nafarni tashkil qiladi. Ularning eng ulug'i 114 yoshni qarshilagan. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev 2-jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonini imzoladi. Unga ko'ra, urush qatnashchilariga $10,000 dan 2-jahon urushi va qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarning har biriga 25 million so'mdan bir martalik pul mukofotlari berilishi aytilgan edi. Aziz do'stlar, videorolik keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.